Ayriliqning oni keldi, ruhda sadr. Qandoq kechdi bu safargi imtixonim? Umid shuki, bu ayriliq vaqtinchadir. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Xavotirman, tavakkulim qabulmikin? Haq oldida g'arib farzim ma'qulmikin? Riyolardan xolimi yo majhulmikin? Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Lazzat oldim, qancha sabr qilsam shuncha. Laylisga mushtoq bo'lgan bir majnuncha. Qo'llarimdan tutib vaslin ko'rsatguncha, Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Qabul bo'l deb ich-ichimdan yig'ladim men. Xolis umidlarim bog'ladim men. Senga yana yetamanmi? Bilmadim men. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Ko'z qamashsin Rahmonimning ziyosida. Sababchi bo'l amallarim merosida. Hozircha xayr ushbu dunyosida. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Subhanal Hannanil Mannan, Subhanal Malikid Dayyan, Al-Ma'ruf bil Ihsan, Wal-Mawsuf bil Ghufran. الوداع يا شهر رمضان. الفراق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафаға көптеген салауат пен сәлем жолдаймыз. Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға шүкір, қасиетті Рамазан айы аяқталып, бүгін өздеріңізбен айт мерекесін қуанышпен күтіп отырмыз. Айт сөзі әл-айду деген сөзден шыққан. Ол мейірім, мереке, қуаныш, шаттық деген мағыналарды білдіреді. Ораза айт, оразаның аяқталғанын білдіретін мереке. Ата-бабаларымыз бұған қатысты 30 күн оразаның бір айты бар, ар қылған жақсылықтың бір қайтымы бар дейді. Бұл күні Алланың разылығы үшін әрі мол сауап алу мақсатында бір ай бойы ауыз бекітіп, мұсылмандықтың 5 парызының бірін орындаған жандар Рамазан айымен қимай қоштасып келеді. Рамазан айымен қимай қоштасып, келесі Рамазанға есендікте жетулерін тілеп мұнажат етеді. 30 күнгі ораза мұсылмандарды тақуалыққа баулыса, айт күні қуаныш, өзара өкпе назды ұмыттырып, мұсылмандардың бауырмалдылығын күшейте түседі. Анас разияллаху анхудан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келгенде олардың 2 мерекесі болатын. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл қандай күндер деп сұрағанда адамдар
nadanlık davrinde bu günlerde oyun kulki men ötkezetin edik deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha qad abdalakum beynema hayrun minhuma yawmul adha ve yawmun nahr, yawmul fitr. Allah Taala o'sha iki kunda ulardan da yaxshi Qurban jane O'roza ayt kunlarimin almastirdi deydi. O'roza ayt ulug' mereke bo'lganlikdan musulmonlar bir-birine merekelik ko'ngil-kul siylab, mına isterdi atqaruga savob deb tanıydı. Allohga hamd va sano payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Hurmatli jamoat, mana ulug' kunlarda Ramazon ro'zasini tutgan holatda Allohning buyurgan farz amalini bajarib, mana xursandchilik bilan hayit bayramiga namozgohga yig'ildik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni tutgan ro'zalarimizni qabul aylagan bo'lsin. O'qilgan tarovih namozlarimizni, xatm Qur'onlarni o'zi dargohida qabul aylasin. Mana bugun ulug' kun ekan, musulmonlarning bayrami. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga birinchi borgan, hijrat qilib borgan vaqtida Madina xalqini ham shunday bir o'yin kulgi qiladigan kunlar bor edi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam borgandan keyin mana shunday ikkita bayramni nishonlaydigan bo'ldi. Ramazon ro'zasini va bundan 70 kundan keyin keladigan Qurban hayit bayramini bayram qiladigan bo'lishdi. Mana bugun ana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni bayram qilgan Ramazon hayiti bayramida turibmiz. Bugungi kunda qiladigan ishlar yaxshilar. Bugungi kunda qanday ishlarni qilishligimiz kerak? Birinchi hayit namozini o'qishlik ekan mana. Hozir inshaalloh hayit namozini o'qiymiz. Musulmonlarning ulug' bayrami namozni o'qish bilan boshlanadi mana. Birinchi qulchilik Sa'd ibn Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويعيدهم ويوصيهم بأمرهم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan aytiladiki, Ramazon hayitida nima qilardi u zot birinchi? Ramazon bilan Qurban bayramlarida u zot namozgohga yig'ilardi deydi. Yaxshilar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonasida mana shu hijrat qilib Madinaga borgan paytida masjidlar kichkina bo'lganda, unda masjidga odam sig'may qolgan. Shuning uchun Ramazon hayitlarida katta bir sahroga yig'ilar ekan. Dalaga, tekislik joyga. Bugungi kunda ham shu joylar bor ekan, shu Makka, Madina shaharlarida tekis alanga chiqadi ekanda. Chunki Ramazon hayitida mana bizda ham alhamdulillah hayitda hamma keladi. Butun hamma uzoqdan, yaqindan kelgan masjidlarga sig'maydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonasida tek sahroga chiqar ekan, namozgohga yo'l olar ekan, hamma chiqib. U zotning birinchi qiladigan ishlari mana shu hayit namozini o'qishdan boshlar ekan. Hayit namozini o'qiydi, ana undan keyin xalqqa qarab yuzlanib, amr-u ma'ruf qiladi deydi. Nasihat qiladi. Bugungi kunda qiladigan ishlarni sahobalarga aytib ta'lim bergan ekan. Ikkinchi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi-ki, mo'min bandalar namozgohga ro'zani to'g'ri tutib, hayit kuni namozga bet oladi. Payg'ambarimiz rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, mo'min bandalar Ramazon ro'zasini butun tutib, hayit kuni namozgohga yo'l olganda Alloh taolo farishtalariga aytar ekan: "Ey farishtalar, birovning xizmatini ado qilgan kishi xizmat haqini talab qiladi. Bandalarim mening ro'zamning xizmatini ado etib, haqlarini olishlik uchun namozgohga bormoqdalar" deydi. Sizlar guvoh bo'lingki, ularni mag'firat qildim deydi ekan Alloh subhanahu va taolo. Mana xizmat qiladi birovni deyaptilar, qaranglar shunday chiroyli tushuntiryaptiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birovni xizmatini qilgan, mardikorlik qilgan odam bitirganidan keyin haqini olishlik uchun mana shu xizmat qildirgan odamning oldiga keladi.
u odam nima qiladi? Xizmat haqini beradi. Xuddi shunday deyapti mana. As-sawmu li va na'zi bihi degan Alloh subhanahu va taolo. Roza men uchundir, uni mukofotini o'zim beraman degan. Mana bir oy bo'yi roza tutdik, alhamdulillah. Endi shuni haqini Allohdan so'rab, duo umidida mana namozgohga keldik hammamiz. Alloh subhanahu va taolo ko'rguvchi sifati bor, basir, bilguvchi sifati bor. Mana farishtalarga aytayapti, qaranglar. Alloh subhanahu va taolo farishtalarga aytayaptiki, birovni haqini ado qilgan bandalar meni ro'zamni haqini ado qilib namozgohga kelyaptilar. Sizlar guvoh bo'linglar deydi. Men ularni hammasini gunohini kechirdim. Shuning uchun Ramazon oyida ro'zani tutgan, amallarni qilgan odam onadan yangi tug'ilgan go'dakdek gunohdan pok bo'lib chiqilar ekanda Ramazonda. Shuning uchun inson bandalar xursand bo'lib bugun gunohdan toza bo'lib Allohning baytiga jam bo'lib o'tiribmiz. Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qiladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki deydi, fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa, uning ro'zasi yer bilan osmon o'rtasida muallaq qoldi. Muallaq holda qoladi deydi. Bizda mana fitr sadaqasini berishlik vojib amala. Bir yildan bir yilga sog' omon yetkizgan Robbimga shukr deb fitr sadaqasini berdik mana. Mana shu hozir namozni vaqtigacha deb urgulish kerak. Mana shu yetimlarni, yesirlarni, nochorlarni haqqi bo'lgan fitr sadaqasini mana shu namoz o'qimasdan oldin berib yuborish kerak. Qaranglar bu hadisni Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kimki fitr sadaqasini hayitdan ilgari ado etmasa deydi, uni ro'zasi yer bilan osmon o'rtasida qolib ketadi deydi. Tutgan ro'zamiz Allohning huzuriga ko'tarilar ekanda, yetmay o'rtada qolib ketadi deydi. Fitr sadaqasi berilgandan keyin Alloh taolo uning ro'zasini ikkita yashil qanot ato qiladi va ro'zasi parvoz qilib 7-osmongacha boradi va arishdagi qandilga qo'nib o'z egasini roziligini izhor qiladi deydi. Mana shu hadis rivoyat qilingan ekan yaxshi. Fitr sadaqasini ado etasiz. Ro'zadan oldin berib qo'yganlar mana shu Ramazondan oldin berib qo'yganlarga Alloh rozi bo'lsin. Ro'zangiz ko'tarilib Allohning huzurida boyagi arishni ostidagi qandil bilamiz, lyustra hozirda shunaqa qandilga ilinadi deydi. Va egasini kelishini barimiz bu dunyodan o'tamiz. O'tadigan kunimizni kutib o'tiradi deydi. Ana shunaqangi bir amal fitr sadaqasini ado etib qo'yishligimiz kerak ekan yaxshilar. Usmon radhiyallohu anhu, Usmon bin Affon radhiyallohu anhu bir marta fitr sadaqasini hayitdan oldin berishni unutgan ekan. Bir ishlar bilan, dunyo tashvishi bilan avvora bo'lib, fitr sadaqasini bermagan ekan Usmon radhiyallohu anhu. Hayit namozidan keyin esiga tushdi deydi. Fitr sadaqasini o'rniga bir qulni ozod qildilar deydi. Ro'zadan keyin fitr endi ishlar bilan bilasiz, dunyoning shu davrdagi ilm bilan shug'ullanadi u zotlar. Fitr sadaqasi esdan chiqib qolibdi-da. Fitr Ramazonning mana shu ro'zadan keyin, hayitdan keyin esiga kelibdi. Va men fitrni biymadim-ku. Esiga kelib qolibdi degan. Shu fitr sadaqasini o'rniga bir qulni ozod qildi. Endi qul ozod qilishlik ham katta mukofotda. Quldorlik davri u zamonlarda qullik davri, bir qulni ozod qildi deydi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi degan. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Fitr sadaqasini berishni unutib qo'yibman. Ana shu fitr sadaqasini o'rniga bir qulni ozod qildim dedilar. Ana shu fitr sadaqasini o'rniga bir qulni ozod qildim keyin ro'zadan keyin, hayitdan keyin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, ey Usmon dedi. 100 ta qulni ozod qilsangning savobi dedi. 100 ta qulni ozod etganning savobi fitr sadaqasini hayitdan ilgari berganning savobiga teng bo'lmaydi dedilar. Ko'rasizlar? Shuning uchun fitr sadaqasi vojib. Kimlarga vojib? Mana bu tomoni ham bor yaxshilar. Vojib moli bor, dunyosi bor, moli nisobga yetmasa ham yashash sharoiti yaxshi,
qarzi yo'q, boshqasi yo'q. Uyida bitta ikkita bo'lsa ham moli bor odamlarga berishlik vojib bo'ladi. Endi uyida nisobga yetadigan moli bor odamga haqiqiy vojib bo'ladi. Ular bermasa gunohkor bo'ladi. Lekin kambag'al, hech narsasi yo'q, odamga vojib emas u. Men ham berishim kerak ekan deb, mana kambag'al yo'q odamlar ham harakat qilmay qo'ysin-da uni. Ularga vojib emas. Ular fitr sadaqasi oladi ular. Bermaydi. Bu islomning qaranglarki go'zal axloqligi, boy kambag'al ajratmaydi bu din. Boylar kambag'allarga zakotini, ihsonini beradi. Ular ham bularni haqqiga duo qiladi. Ana shu muhtoj odam, masalan, nogaron odam, mehnat ish qila olmaydigan odam nima qiladi u? Bir nasibasini topish kerak. Boylar shularga hadiya qilsa, zakotini bersa, fitr sadaqalarini yig'ib bersa, ular ana shu boylarning haqqiga duo qiladi. Zakot bilan fitrning foydasi juda ham katta, yaxshilar. Boy odam hech narsa bermasa, ana shu kambag'allar shularga jabr qilgan bo'ladi. Boyni ko'rganda kambag'al yomon nazar bilan qaraydi. Ana shu boy odam o'zini zakotini, ihsonini chiqarib kambag'al qo'ni-qo'shnilarga berib tursa, u kambag'al odam olib boyag'i ne'matini yegandan keyin boyni haqqiga duo qiladi. Boylig'ing yana ham ko'paysin deydi. Bizlarga berib tur, biz seni haqqingga duo qilib turaylik deydi. Shuning uchun zakotni Alloh subhanahu va taolo bizlarga farz qildi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Usmon roziyallohu anhu aytibdiki, Ramazondan keyin 100 ta qulni ozod etganing Ramazon oyidagi fitr sadaqasini berganingni savobiga teng bo'lmaydi deydi. Mana shu Ramazon vaqtida, mana hozir oxirgi vaqtlar, mana shu hayit namozini oxirgi vaqtigacha berib ulgurishimiz kerak. Esimizdan chiqqanlar bugungi kunda mana telefonlaringlar bor, kasbiy degan narsa bor. Shunda tashlab yuboringlar. Nochorlarni bilsanglar, shunda tashlab yuborsanglar inshaalloh savob bo'ladi. Esdan chiqib qolganlar, berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday rivoyat qiladiki, fitr sadaqasini hayitdan oldin ado etganga deydi, Alloh subhanahu va taolo 10 ta yaxshilik ato qiladi deydi. Qaranglar, Ramazon ro'zasini tutgan, ro'za tuta olmayotgan aka-ukalar fidyasini bergan, ish qilib Ramazon ro'zasini ado qilgan va oxirida fitr sadaqasini ham bergan insonga deyapti, Alloh subhanahu va taolo 10 ta yaxshilik ato qiladi deydi. Birinchi yaxshilik, uni barcha gunohlardan pok etadi deydi. Yaxshilar, gunohlarimiz ko'p. Oldingi safga o'ting, oldingi safda sizlarga joy olib qo'yganmiz. Katta otaxonlar, oldingi safga o'tinglar. Yaxshilar mana birinchi yaxshiligi barcha gunohlardan pok qilar ekan. Oldingi safga o'ting, hojibo, oldingi safga. Ana sizlar chekka. Hojibo va tashqarida mo'ysafid otaxonlar kelsa kirgizinglar, bu yoqda joy bor. Yaxshilar, bandamiz, hammamiz bandamiz. Xato qilib qo'yamiz. Bilib bilmay gunohlar qilamiz. Gunohlarni Alloh taolo kechirsinligini talab qilish kerak. Birinchi yaxshiligi nima deyapti? Ramazonni alhamdulillah 30 kun ro'zani tutib, fitr sadaqasini ado etgan bandani deyapti, gunohlardan pok qiladi. Gunohsiz holatda chiqarkanmiz mana shu Ramazonda. Ikkinchi yaxshiligi, jahannam otashidan ozod qilar ekan shu bandani. Ana shu do'zax deymiz, azob deymiz. Shunaqangi azobdan Alloh subhanahu va taolo ozod qiladi. Uchinchi yaxshiligi, tutgan ro'zasi qabul bo'ladi deydi. Boya yuqorida aytib o'tildi hadis. Ramazon ro'zasini tutib fitrni bermagan odamniki osmon va yer o'rtasida qolib ketadi deydi. Fitr sadaqasini ado etasiz, kambag'allarning boshini siylab ularni xursand qilasiz. Boyag'i tutgan ro'zangizni Alloh subhanahu va taolo qabul qiladi. To'rtinchi yaxshiligi, o'sha bandasiga jannatni vojib qiladi debdi.
qanday bir ne'mat ekan, jannatga kirishlik. Hammamiz shu jannat umidida yuribmiz bu dunyoda. Qilayotgan ibodatlarimiz o'zimiz shu jannat, Alloh taoloning yaratgan jannatiga kiraman, Alloh kirgizgin deb yuribmiz. 5-yaxshiligi, 4-si jannatga kirgizishlik ekan. 5-yaxshiligi go'rdan sog'-omon turg'izadi debdi. Yaxshilar mana hammamiz dunyodan o'tganda qabrga qo'yamiz appar. Qabrda inson yolg'iz yotadi. Ana shu qabr mu'min uchun jannat bog'idan bir bog' bo'ladi. Kofir uchun jahannam chog'laridan bir chog' bo'ladi qabr. Qabr qisibdi deymiz, qabr cho'kib ketibdi deyiladi, Qabr azobi bor narsa yaxshilar. Bir ulug' zot aytadi, men deydi, jahannamdan qo'rqmayman deydi. Chunki jahannamda yonimda bir o'zim yonmayman, jahannamda yonimda yonadigan birga sheriklar bo'ladi deydi. Qiyomat dahshatidan ham qo'rqmayman deydi. Chunki qiyomatda ham yolg'iz o'zim bo'lmayman, yonimda hamrohlar, odamlar bo'ladi deydi. Ulardan boshqa nima kelsa, meni boshqaga ham shu narsa keladi. Lekin qabrdan qo'rqaman degan ekan. Qabrdan qo'rqaman. Qabrda yolg'iz yotaman. Bir qarang'i xonaga kirgizib qamab qo'ysinchi bizni, men shu dunyoni o'zida. Mana shu bir ma'siyat qilib qamoqqa tushib qolgan bir insondan so'raylikkin buni. Bir kuni, bir yilda o'tarkan u joylarda. Alloh saqlasin. Shuning uchun to'g'ri yurishlikka harakat qilaylik. Birovning haqi, o'g'irlik, qimorlik shunaqa narsadan uzoq yurish kerak. Bir ana shu qamoqqa tushgan inson biladi buni. U joydagi qop-qorong'i xonaga qo'yib qo'ysa, vaqt o'tmaydi ekan yerda. Sochlar oqarib ketadi, soqollar oqarib ketgan. Bugungi kunda shunaqanki bir tushib qolganlarni bir qaraydigan bo'lsangiz tushkunlikka tushgan. Dushmaningga ham ravo ko'rmayman unaqa joylarni deydi. Haqiqat bu, yaxshilar, haqiqat bu. Bizni ham bir xonaga bir kun qo'yib qo'ysinchi, hech kim bo'lmasa oldimizda, yolg'iz o'zingiz. Yorilib ketadi yuragingiz. Endi qarang, qabrda ham banda yolg'iz yotadi. Yonimizda hech kim bo'lmaydi qabrda. Qabrda mana Ramazon ro'zasini tutgan insonni deyapti. 5-si qabrni sog' salomat qilib qo'yadi, qabrini uni deyapti. Mu'min insonni qabriga bir jannatdan bir deraza ochib qo'yadi. O'zini boradigan joyini kuzatib, nazorat qilib o'tiradi deydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni mana shu Ramazon ro'zasini tutib, Alloh subhanahu va taoloning berayotgan noz ne'matlariga shukr qilib, mana shunaqangi bir Allohning ulug' ne'matlarini nasib aylagan bo'lsin. 6-yaxshiligi o'sha yilda qilgan barcha xayrlarni qabul qiladi deydi. Mana Ramazon, hozir Ramazon bitdi. Endi kelasi Ramazongacha yana 1 yil bor. Yana 1 yildan keyin alhamdulillah keyingi Ramazonga yetamiz. Mana endi qaranglar, o'tgan Ramazondan mana bu Ramazongacha orasida 1 yil o'tdi. 1 yil ichida qancha yaxshiliklar qildik, sadaqatlar berdingiz, ihsonlar berdingiz, namozlar o'qidingiz, Allohning buyurgan farzlarini bajardingiz. Ramazonni ro'zasini alhamdulillah tutib, boyagi fitr sadaqalarini berib chiqdingizmi? Mana bu yaxshilik 6-si, shu 1 yil ichida qilgan yaxshiliklaringizni hammasini Alloh taolo qabul qilaman debdi. 7-yaxshiligi o'sha bandasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatini vojib qiladi deydi. Mana shu oralikda yaxshiliklar qildik, salovatlar aytdik, Rasulullohni yaxshi ko'rdik, u zotning sunnatlariga amal qildik, tarovih namozlarini o'qidik. Bu tarovih Rasulullohning sunnatlari edi. Ramazonda Qur'on xatm qilishlik u zotning sunnatlari edi. Shularni bajardikmi? Alhamdulillah. Nima deyapti? U zotning shafoati vojib bo'lar ekan. Qiyomat kunida sahobalar so'rashgan ekanda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rabdi, ummatingizni mana
oxirgi zamon ummatingizni, mana bizni ko'rdingiz, sahobalar aytibdi. Bizni taniysiz. Lekin bizdan keyin, sizdan keyin keladigan ummatlaringizni qanday taniysiz u dunyoda, qiyomatda qanday qilib taniysiz ularni? Ko'rmagansiz-ku ularni deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, men ummatlarimni shunday taniyman. Ularni tahoratini mukammal qilgan bandalarimni, Allohning bandalari men ummatlarimni deydi. Yuzlari, oyoqlari yuvgan, tahoratini mukammal qilgan dedi. Farzini, vojibi, sunnatlarini hammasini amal qilgan ummatlarimni deydi. Peshonalar yaltirab turadi. Bunday misol keltiradi. Bir top ot deydi. Bir top ot ichida 4 ta oyoqi oq. Peshonasida qashqasi bor. Ot qanday ajralib turadi deydi. Bir ko'rganingizda shu qashqa otni taniysiz deydi. Juda ham ko'p otlarning ichida. Men ham deydi, ummatlarimni qiyomat kunida ana shu tahoratini mukammal qilgan ummatlarimni peshonalari shunday nur taralib turadi. Oyoqlarini yuvgan oyoqlardan shunaqangi nur bo'lib yorilib turadi. Ana shundan tanib olaman deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday tanib ummatlarni shafoati qilar ekan. Ana qaranglar yaxshilar, hurmatli jamoat, Allohning buyurgan farzini ado etib, tahoratimizni mukammal qilishlik ham erta qiyomat kunida Rasululloh bizni tanishligimiz uchun tahoratimizda kamchilik bo'lmasin. Har doim to'la to'kis tahoratimizni qilib boraylik. Endi 7-yaxshiligi 8-yaxshiligi Sirot ko'prigidan yashin tezligida o'tkaziladi deydi. Eshitganmiz Sirot ko'prik haqida. Qiyomat kunida shunday bir ko'prik bor. Qildan ingichka deydi. Juda ham ingichka ekan. Qilichdan tez ko'prik bor. Qil ko'prik. Ustidan yurib o'ting. Mana shu dunyoda bitta yog'ochliq ko'prikning ustidan o'tganda ham odam alanglab nima qilib qiynalib o'tadi. Endi qiyomat kunida ana shunaqangi qildek ko'prik bor deydi, Sirot ko'prigi. Ana shu ko'prigidan yashinni tezligida o'tib ketishlik qanday ham ne'mat a? Yashinni bilamiz, sekund 1 deganda sekin siljib tashqarida odamlar ko'p deydi. Joy deb o'tirib olavinglar. Oldingi saflarni to'ldirib olamiz. Yana bir qiladigan amalimiz bir-birimizni tabriklashlik. Mo'min inson hayit bilan tabriklab, bir-birini qutlab qo'yishlik mana bu Ramazon oyining amallaridan bittasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki, Jubayr ibn Nufayr radhiyallohu anhu kana ashabu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam إذا انتقوا يوم العيد فيقول بعضهم ببعض فتقبل الله منا ومنكم. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari hayit kuni bir-biri bilan uchrashganda Alloh bizdan ham sizdan ham qabul qilsin deb aytadigan edilar deydi. Alloh bizani qilayotgan duolarimizni qabul qilsin deb bir-birini hayit bilan tabriklar edilar deydi sahobalar. Biz ham yaxshilar mana hozir hayit namozini o'qib tashqariga chiqqanimizdan keyin bir-birimiz bilan bag'ir bosib, ko'rishib, bayram bilan tabriklab qo'yishlik. Mana shu bizni odatimiz har yili. Alhamdulillah, shuni kamda qilmasligimiz kerak. Bir-birimiz bilan ko'rishaylik. Didor g'animat chunki. Qarindosh urug'larning uyiga borishlik burundan odatimiz. Mana shu hayit kunlarida qarindoshlarning uyiga borish, yaqinlarning uyiga borishlik, Quda-anda bir-biriga borib tabriklab o'tirishlik, mana shu mu'min musulmonning hayitda qilinadigan amal. Kasallarni ziyorat qilishlik yaxshilar. Mana shu bayramda og'rigan bemorlarni borib ziyorat qilib qo'yishlik. Bu hayitda qiladigan amalimiz payg'ambarimizning hadisi bor. Tahaddu tahabbu degan hadisi bor. Bir-biringlarga siyliq beringlar deydi. Hadiya beringlar bir-biringlarga deydi. Chunki hadiya insonni mehrli, oqibatli qiladi deydi. Bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Hadiya qilishlik bor ekan. Hayitlik be deydi-ku.
hayitliklar berish kerak-da. Bizani bobolarimiz ilgari hayitlik deb yoniga savolardida nabiralariga mana hayitlik deb tarqatib chiqardi. Biz ham shu narsaga odat qilishimiz kerak. Hayitliklar berish kerak. To'rtinchisi, muhtojlarga yordamlashishlik yaxshilar. Hayit kunida muhtoj odam, qiynalgan odam bo'lsa, hadiyalar berish kerak ularga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladi, bir rivoyat keladi. U zot bir kuni hayit kunlarida hadiyalar berib, namozdan keyin tashqarida Madina ko'chalarida aylanib ziyorat qilib yursa, bir bola chetda yig'lab o'tiradi. Bu rivoyatni hammamiz eshitganmiz. Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning axloqlarini sizlarga yetkazmoqchiman. U zotning mehribonliklarini aytmoqchiman. Bir bola yig'lab o'tiradi chetda. Sahobalar yonida shunday ko'zi tushadi shu bolaga. Boradi oldi. Ey o'g'lim deydi, nega yig'lab o'tiribsiz? Nega? Bugun bayram bo'lsa, bugun xursandchilik kuni bo'lsa, nima uchun yig'lab o'tiribsiz deydi. Shunda boyagi bola yig'lab, men otam yo'q deydi. Onam deydi, onam yo'q, onangiz yo'qmi deysiz? Onam ham turmushga chiqib ketgan deydi. O'gay ota deydi, meni deydi, chiqishtirmadi deydi. Uydan haydadi deydi. Meni hech kimim yo'q deydi. Qaranglar deydi, musulmonning farzandlari o'ynab yuribdi, xursand bo'lib yuribdi, menda hech kim yo'q deydi. Hech narsa yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayonga rahim qiladi-da, ko'ngli yumshab, chunki u zot yetimlikda katta bo'lgan o'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otasini ko'rmagan. Otasi tug'ilgan paytida otasi dunyodan o'tib ketgan edi, Abdulloh. Onasi ham yoshlik paytida dunyodan o'tgan. Bobolarining qo'lida katta bo'lgan u zot. Boyag'i bolani holatiga o'zi ham tushunib yig'ladi. Shuning uchun aytadi, to yetim bo'lmay kishi bilmas otani qadrini deydi. Yetim bo'lmaguncha otani qadrini bilmas ekan inson. Mana o'siyatli farzandlar. Yetim inson otani qadrini biladi. Kechasi kelib mo'ynini qushib kutib oladigan otasi bo'lmagan odam yetim odam tushunadi biladi. To yetim bo'lmay kishi bilmas otani qadrini, joni dilda tarbiyat qilgan onani qadrini deydi. Onani ham yetim bo'lganda inson bilar ekan. Ana shu onasini mehrini xo'msaydi inson yoshligidan ayrilganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yetim bolani oladi qo'liga. Rasululloh otang bo'lishini xohlaysanmi deydi. Oysha onang bo'lishini xohlaysanmi? Shunda boya xohlayman ya Rasululloh deydi. Boyagi yetimni boshini silab yonida olib yuradi. Bir 3 yoshar, 4 yoshar bola ekanda, aqlini hali tanimagan, uncha mukammal yetmagan bola endi. Bolani bilamiz mana. Bola hozir nabiralaringiz bor, ko'ngli tusaganini aytadi. Bir narsaga ko'nmaydi, aytganini qildiradi masalan. Boyaga bola yetaklab yursa yana yig'layapti deydi. Nega yig'layapsan ey o'g'lim? Men otang bo'ldim mana. Desa ana bolalarni qarang deydi, tuyalarni meni yuribdi deydi. Menda mina degan tuya yo'q deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tuyasi yo'q ekan. Kim men sana tuya bo'lib beraman deydi-da, o'tirib qarangki mehribonligini emaklab yuradi. Bolani ustiga mindirib oladi degan tuya bo'lib aylanadi. Boya bola xursand deydi, ustida minib olgan. Biroz yurgandan keyin yana yig'layapti deydi bola. Ko'rasizlarmi, bu bandamiz hammamizda. Bog'i ham, yo'qi ham, bu dunyoda ham shunday. Baribir bir narsa kamdek-da hayotimizda. Bolada ham bir narsa kamdek. Yana yig'laydi. Nega yig'layapsan desa, ana bolalarni deydi, tuyalarini ovoz chiqaryapti tuya deydi. Men minib olgan tuyada ovoz yo'q-ku deydi. Shunda boshida sallalari bor ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sallalarini mana orqasida chuvoyib turgani mana shu zotni nima sunnat bu ham. Shu peshi deyiladi, shuni ushlab olibdi boyag'i bola. Tuya bo'lib, yurganga o'xshatib, tortib minib yuribdi deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyani ovozini chiqarishini qarang. Shunda Jabroil farishta keladi deydi. Ey Rasululloh, siz payg'ambarsiz, hayvonlarning ovozini qilmang siz deydi. Payg'ambardek zotga
Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatimning gunohini avf qil deb baqirar ekan. Avf qil deganni qattiq ovoz chiqarib aytadi, qolganini maxfiy aytadi. Shunda tuyada avf degan ovoz chiqarar ekan tuyada. Ko'rdinglarmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu bolani xursand qilishlik uchun tuya ham bo'lib berdi-da. Bayram kunlari. Bir yetimning boshini silab xursand qilishlik uchun shunday bir darajalarga ham borgan ekan. Mana shu rivoyatlardan ko'rinib turibdiki, hurmatli jamoat, bugungi kunda yetimlarni boshini silashlik, yaxshiliklar qilishlik, hadiyalar berishlik bu biz musulmonlarning vazifamiz, yaxshilar. Abu Hanifa mazhabida o'riza ayt namozi har bir musulmonga vojib. Vojib bo'luvining boshqa sababi Muhammad sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgancha hech qachon ayt namozini taslamagan. Ya'ni bu kuni odamlarga namozga shig'udi buyurgan. Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam ayt namozini o'qigani joyli xabarlar kelganda, ko'p xabarlar kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alg'ashqi o'qigan ayt namozi Hijratning 2-yili Ramazon oyida bo'ldi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan jetgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar roziyallohu anhular bilan birga Ramazon oy namozini qatnashdim. Barlig'ida ayt namozini xutbadan burun o'qidi. Boshqa bir xabarda Ibn Abbosdan kelgan xabarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayt namozlarini azonsiz, qomatsiz o'qidi degan rivoyat keladi. Mana shu hadislarga binoan hurmatli jamoatul muslimin, Ramazon hayiti, Qurbon hayitlari azon ham takbir ham aytilmaydi. Mana shu jamoat bo'lib turib ado qilinadigan vojib amal. Katta bir ibodat, yaxshilar, bu bayram. Alloh subhanahu va taolo barchamizni mana shu ulug' kunlarda qilayotgan duolarimizni qabul aylasin. Ramazon ro'zalarimizni mukammal tutdik, alhamdulillah. Mana shu xursandchilik bilan bugungi kunni shod hurramlik bilan o'tkazishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amallarimiz, yaxshilar, ziyorat qiling. Qarindosh urug'larni ziyorat qiling bu kunda. Bemorlarni ziyorat qiling. Kasallarni borib ko'ring, katta ajr. Boshqa payt mana yaxshilar dunyo tashvishi deb bir-birimizdan uzoqlashib boryapmiz. Siylay rahim degan narsa uzoqlashib ketyapti, yaxshilar. Faqat to'yda bir ma'raka qilib chaqirsa borib ko'radigan darajaga yetib qoldik bugun. Mana shu hayit bahona borib oylar mobaynida ko'rmagan yaqinlar bir-biringlarni ko'ringlar. Ziyorat qilinglar. Uylarga kiring. Bizning otalarimiz Payg'ambarimizning hadisiga binoan 40 ta uyga kirib chiqmaguncha bo'lmaydi degan ekan. 40 ta uyga kirib chiqish kerak ekan. Qoni, qo'shni, qarindosh, urug' hammasini uyini kirib, bayram bilan tabriklab, onaxonlarni tabriklab. Xursandchilik kun bugun. Ana Fotihaga yurishlikni qo'yay nuqta. Dunyodan o bir yil oldin o'tib ketganlarning uylariga borib, ularni ko'nglini xira qilmasdan boyagi bayram qilish kerak. Fotihaliklarni qabristonlarga yurmaymiz bu kunda, yaxshilar. Mana men aytdim o'tgan safar ham, qabristonni ziyorat qilish katta savobli amal. Boshqa kunlari, lekin hayit kuniga mo'ljallamaslik kerak-da. Bir kun oldin, hayitdan 2 kundan keyin boring. Lekin hayit kunida bugun bayram qiladigan kun. Bayram qilib, xursand bo'lib yuradigan kun bugun. Musulmonlarda o'zi 2 ta bayram aytilgan. 3-chi bayram juma kuni, mana bugun qo'shaloq bayram. Bugun Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin ulug' kun bugun. Va hayit bayrami. Qo'shaloq bayramda turibmiz. Alloh taolo barchamizni mana shu ulug' kunlarda duolarimizni qabul aylagan bo'lsin, yaxshilar. G'araz qilgan, ko'rishamay yurgan nafsimiz borda, yaxshilar, nafsimiz bor. Eshityapmiz. Bu nafs balosiga giriftor bo'lib, buna kechirim degan narsani bilmayotganlar bor ekan. Arazlashib yurgan, ko'rishmay yurgan. Aka-ukaning ichida bor ekan, qo'ni-qo'shnining ichida bor ekan. Bu dunyodan hammamiz ketamiz, yaxshilar. Erta dunyodan o'tganda janozasiga borib turmaylik shuni. Dunyodan norizo bo'lib o'tib ketgan yomon bu. Do'stmi, musulmon odam bir-birini bag'ir bosib, kechirimli bo'lishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kechirimli zot.
Shuncha gunohlarni qilasiz, Alloh kechirib yuboradi. Mana qarang, Ramazonda shubha qilmaydi. Gunohlar kechiriladi bu oyda. Alloh subhanahu va taolo kechirib yuboraman gunohlarni deyapti mana. Banda bo'lib turib bir-birimiz bilan arzimagan dunyo bir tashvish, bola chaqani o'rtasiga tushib, urushib, janjallashib qolgan bo'lsak, kechirib yuborish kerak uni. Kim birinchi kechirsa ajr shunda bo'ladi. Kim birinchi kechirib borib, shunda bag'ir bosib, meni kechirgin, sana shunda qattiq tegib qo'yuvdim. Uzr dengchi, ajrni hammasini siz olasiz. Bir akita bilan uka, ozgina 5 minut vaqtimiz bor ekan, hurmatli do'stlar, shu rivoyatni aytib bering, shu bilan vaqtimiz bo'ladi. Bir aka bilan uka arazlashib qolibdi-da. Arazlashib qolibdi. Biri uzoqda turar ekan, ikkinchisi bu yoqda turar ekan. Shunda ukasi birinchi ajr nima so'ragan ajri ko'p bo'ladi. Akam mendan katta. Shu akam birinchi kelib mendan kechirim so'ray qo'ysin deb uyda o'tiribdi-da. Akasi bo'lsa, u ukam kichkina mendan. U birinchi kelsin deb uyda o'tirgan ekan. Qaranglar, arazlashib qolgan, bir arzimagan bir sabab bilan bir kun arazlashgan, bir kun. Musulmonda endi shuni qayg'uryapti. Bu xafa bo'lib yurishlik ham yomonda bu. Shunda oxir oqibat akasi ketdi-da, men kattaman, qo'y, katta inson ukasini boradi ziyoratiga deb, shu zahoti ketdi-da ukasini uyiga. Bag'ir bosib, kechirman ukam. Nega sen birinchi kelmading? Sen mendan kichkinasan-ku desa, ukasi aytgan ekan. Ey akajon, ajrni siz ang deb kutdim men. Chunki birinchi kechirim so'ragan insonga ajr birinchi ko'proq beriladi. Ajrni siz ko'proq ang deb men kutuvdim debdi-da. Shunda ikkisi bir-biri bilan quchoqlashib yarashgan ekan. Bizda ham ana shunaqa holat bo'lish kerak. Gaplashmay yurib bir narsa dunyo tashvishi bilan oylar o'tkazib yuboradi ayrimlar. Yillar mobaynida gaplashmay yurgan, araz bo'lib yurganlar borda. Shuning uchun yaxshilar silay rahimni kimda kim bog'lasa boy bo'ladi. Hadis bor. Kim boy bo'laman desa, qarindosh urug' bilan bordi keldi qilsin deydi. Silay rahim qilsin, u inson boy bo'ladi deydi. Kim Allohning rahmatidan uzoq bo'laman desa, bordi keldini uzsin deydi. Bordi keldini uzgan odam Allohning rahmatidan uzoqlashaverar ekan. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni mana bu ulug' kunlarda kechirimli bo'lib bir-birimiz bilan ginani, adovatni unutishligini Alloh hammamizga nasib ro'z eylagan bo'lsin. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Ya Rabbi, ulug' kunlarda barchalarimizni duolarimizni qabul eylagin. Xatolarimizni kechirgin ya Rabbi. ربي يسر ولا تعسر سخر علينا يا ربي وتمم بالخير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. O'zi 1 yilda 2 marta o'qiladi, ko'pchiligimiz esimizdan chiqib qoladi-da bu hayit namozini takbirlar bor o'rtasida. Ana shularni o'rganib qo'yamiz. Niyat qilamiz birinchi. Niyat qildim, ana shu hayit namozini, Ramazon hayit namozini o'qishni niyat qildim. Yuzimni qildim muqaddas Ka'baga. Iqtido qildim imomga, xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar deb qo'lni ko'tarib, ana shu qiblaga qaragan holatda quloqni yumshog'iga tekkizib, Allohu akbar deb qo'l bog'laymiz. Qo'lni bog'lashib yaxshilar qo'lni mana shunday bog'lanadi. 3ta barmoq o'rtada, bosh barmoq bilan jimjiloq barmoq bilan qo'lni ushlaymiz. Qo'limizni kindigimizning ostiga qo'yamiz. Kindigimizning ostiga qo'ysa insonning boshi sal egiladi-da, qulga o'xshab turadi. Shunday turadi. Qo'limizni mana turmaymiz mana. Yaxshilar bu kibrni bildiradi. İmam Azam Abu Hanife rahmetullah aleyh mana shunday o'rgatgan bizlarga. Inson qo'lini kindik ostiga qo'ysa, boshi egilib, Allohning quli ekanligi, bundan egilib, kibrni sindirib, peshonamizni pastga, ko'zimizni sajda qiladigan joyga qarab, shunda bog'lab turamiz.
Mana shunday turishlik ibodatning afzali ekan. Shuning uchun ulamolarimiz mana shunday namoz o'qishni bizlarga tavsiya qiladi. Sano o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdik va tabarakasmuka va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk. Bo'ldi, shuni o'qiysizda jim turasiz. Uni yaqilgan imom davom etdi. Ana shu sanodan keyin 3 ta takbir aytamiz. Hayron bo'lib qolganlar takbirda qo'l yana boyag'ida quloqning yumshoqiga tekkiziladi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb uchinchisini quloqqa tekkizamizda qo'lni bog'laymiz bu 3 ta tasbih. Fotiha surani o'qiymiz ovoz bilan, hamma eshitadi. Zam sura qilamiz, keyin rukuga subhana robbiyal azim hammamiz bilamiz yaxshi. Rukuda turamiz, samiyallohu liman hamida, Allohu akbar. Sajdaga 2 marta sajda. Sajdadan keyin yana Allohu akbar ikkinchi rakatga turamiz. Ikkinchi rakatga turgandan keyin Fotiha surasini zam sura o'qigandan keyin rukuga ketib qolmaysizlar. Rukuga ketmasdan yana 3 marta takbir aytamiz. Qo'limizni yonga tushirib Allohu akbar, yana quloqimizni yumshog'iga tekkizamiz. Qo'limiz qiblaga qarab tursin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb uchinchi takbirni quloqqa tekkizamiz. To'rtinchi takbirda Allohu akbar deb rukuga ketamiz. Shunday qilib oxirida at-tahiyat o'qib namozni tugatamiz. Keyin birgalikda xutba tinglaymiz. Xudo xolsa xutbadan keyin bitta tilovat qilib duo qilib ana tashqariga chiqib tashqarida turamiz. Ketib qolganlar tashqarida bir duolarimiz bor. Mana bu yoshlarga bugungi ulug' kunda sovg'a salomlar bor. Bugun bayram sovg'alar bilan bir-birimizni tabriklab, ihson qilaman degan akalarimizga o'rtaga nima qo'yib qo'yganmiz? Nima? Alloh uchun mana shu masjidni qurilishi uchun deb niyat tashlanglar, lekin fitr sadaqalarni tashlab yurmanglar. Men aytdim, fitr sadaqasini mana hozirgi paytgacha, mana hozir namoz boshlangungacha bevoraman. Undan keyin yaqa masjid qurilishiga hadya ihsonlarni tashlab qo'yasiz. Alloh barchanglardan rozi bo'lsin. Qadaminglarga hasanat. Mana shunday ulug' kunlarga yetkazganiga Allohga shukr yapsiz. Qani safga turamiz. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar kabira walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Жаратқан Алла Тағала қасиетті Құранда сендерді тура жолға салған Аллаға шүкіршілік етулерің үшін санын толтырыңдар, әрі Алланы ұлықтыңдар деген Бақара suresi 185 ayet. Қадірлі жамағат, Алла Тағала 30 күн бойы ұстаған оразамызды, жасаған дуа тілектерімізді, барлық ізгі амалдарымызды қабыл еткей, айт сөзі мерекелеу, хал сұрасу, бір-бірін қуанту, қуанышқа топталу, қарымта деген мағынаны білдіреді. Жаратушы Жаббар иеміз, олар мен үшін ораза ұстады, менің перменім ауыз ашты, енді қуанышқа көңілсін деп қуаныш сүйінші хабар жеткізген. Құрметті жамағат, ораза айт отбасылық мереке. Мейрам күні бір-бірімізге сыйлық беріп, қуанышқа бөлу, көмекке мұқтаж жандарға қайырымдылық жасау сауапты іс. Сондай-ақ айт мерекесі бірліктің, татулықтың символы. Жаратқан Алла сүйікті отанымызға берекесін беріп, халқымызға имандық, жұртымызға тыныштық насip etkin. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المستقيم، والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من هذه الصلاة والسنة جميع نقصاناتك فضلك كرمك أما إلى خير وخير الناصرين والمسلمين. الحكم صلى محمد على أصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا النار وادخل الجنة الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين. ربنا اغفر لوالدينا المؤمنين يوم يقوم الصلاة. Allah'ım yurtumuzga, elimizga, xonadonlarimizga tinchlik xotirjamlik ato qilgaysan. Dardlar dertlarga shifo kamol ato qilgaysan. Allohim mana shu o'qilgan bomdod namozini, hayit namozini o'zing darajada qabul etgaysan. Oxir kunimizda ofiyatni xayrli qilgaysan. Oxir kunimizda nafasimizda la ilaha illalloh Muhammad rasul kalimasini nasib etgaysan. Allohim mana shunday ulug' ne'matlar bilan ne'matlarni qilgan shu kunning namazlarını okusun, nasip etken olamlar Parvardigori Alloh taologa ham sanolar, shukronlarimiz, maqtovotlarimiz bo'lsin. Allohim mana o'qilgan namozlarimizni o'zing darajada qabul etgan, yurtimizga, elimizga, xonadonlarimizga tinchlik xotirjamlik, yaxshi kunlaringni ato qilgin. Keyin hammamizga kelasi Ramazon ro'zalariga sog'-omon yetishni Alloh nasib etgan. Tinchlik, omonlik, yaxshi kunlar ato qilgin. Allohu akbar. آمين. آمين. رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Hurmatli jamoat, barchanglarni mana bu ulug' ayyom bayram kuni bilan tabriklayman, qutlayman. Xonadoninglarda tinchlik, xotirjamlik, hidoyat va ofiyat nasib etsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayram muborak bo'lsin, ayyom muborak bo'lsin. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما
رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Kelindi Jabroil arshni supurgin bunga mehmon bo'lgani Rasululloh keladi mazavol basor ko'zlik shamsa zuho yuzlik barchada shirin so'zlik Rasululloh keladi Shamollarga borib aytgan sayr etishini qo'ysin beodoblik qilmasin Rasululloh keladi daryolarga ham aytgan mavjurishini qo'ysin oldida soqov tursin Rasululloh keladi Moliklarga borib aytgan do'zax eshigin yopsin yo'llariga ko'z tutsin Rasululloh keladi G'ilmonlarga ham aytgan jannat eshigin ochsin boshlariga nur sochsin Rasululloh keladi Isroilga ham aytgan jon olishin qo'ysin xizmatda muqim tursin Rasululloh keladi ufuq maqomga borib yig'lab aytdi Jabroil bundan o'tsam yo Rasul qanotlar
ko'zlarim kuyadur. Ufuqu maqomga borib yig'lab aytdi Jabroil, bundan o'tsam yo Rasul, qanotlarim kuyadur. Qiyomat kun bo'lganda yig'lar barcha banda, Rasululloh kelganda ummatlari keladi. Rasululloh kelganda ummatlari keladi. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة Yaxshiroq qishlog'imizda oqsoqollari, otaxonlarga bir so'z bersak, sizlarni bir bayram bilan tabriklasa, mana so'roq askar odamimizga so'z beramiz. Qishlog'imizda mo'ysafid otaxonlarida sizlarni bayram bilan tabriklaydi. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Mana bugungi Ramazon hayiti bilan uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, aziz farzandlarim, hammalarini qutlug' ayyom hayit bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Oilalarga barakat tilayman. Sog' omon bo'lib kelasi yil ham sog' salomat mana shu hayit Ramazon kunlarida yana kutib olish hammamizga nasib etgan bo'lsin. Ailanglarda quvonchli kunlar ko'p bo'lsin. Hammamizni Alloh taolo sog' omon qo'ysin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohu akbar. Bayram muborak bo'lsin. Hammamiz uyga boramiz, tabriklaymiz duosini. Mana Zarbot odamizga bir duo qo'yib boramiz bo'lmani. Ya Rabbi, mana yoshlarimizni ushbu kelyapti, hammalarini ilmlarini ziyoda qilib, kelajakda din islomga xizmat qiluvchi olimlar, qorilar, qariyalar bo'lib yetishishlarini nasib etsin. Hammanglarni xonadonlarida tinchlik, xotirjamlik, hidoyat, ofiyat bo'lishligini nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. العظمة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. لا إله إلا الله، نستغفر الله،
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الوداع الوداع يا شهر رمضان. الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. Bizlardan ko'p salom bo'lsin yaratganga, shu kungacha qiblam tomon qaratganga, suyukli Habib Rasuli akramga. Ramazon muborak Ramazon, ey do'stu azizim, ey qadrdonim, jigarim yaqinim, o mehribonim. Dua qo'y otamu jon onajonim. Ramazon muborak Ramazon, o'rtadagi ginalarni o'chiring, mendan xato o'tgan bo'lsa kechiring. Shu kunlarga yetdik axir sevining. Ramazon muborak Ramazon. Qadrdonim, jigarim yaqinim, o mehribonim. Duo qo'y otamu jon onajonim. Ramazon muborak Ramazon, o'rtadagi ginalarni o'chiring, mendan xato o'tgan bo'lsa kechiring. Shu kunlarga yetdik axir sevining. Ramazon muborak Ramazon, o'rtadagi ginalarni o'chiring, mendan xato o'tgan bo'lsa kechiring. Shu kunlarga yetdik axir sevining. Ramazon muborak Ramazon.